Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur Qurultayı tor televiziyasining kunli xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızning təfsilatida bo'lsin. 13 dekabr kuni Amerika Davlat Xavfsizlik Kengashi Amerika tavasidagi Uyg'ur faoliyatchilaridan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir, advokat Rayhan Asad va turmaga qamalgan Uyg'ur doktor Gulshan Abbosning qizi Ziba Murad qatorliqlar bilan Aqsaroyda maxsus suhbatlashgan. Alfidar Iltabirning Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, nihoyat do'ston kayfiyatda davom qilgan bu qatimqi suhbatda ular o'zlarining oila kechmishlarini misol qilib turib, Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan zulmning hozir taxim ig'irlayotganligini ta'kidlagan. Shundaqli Xitoyning jinoyatlarini xalqaro jinoiy ishlar sotiga ilib chiqish, Amerika tavasidagi Uyg'urlarning siyosiy panohlik ishlarini hal qilishni tezlatish, Xitoyning Amerika va boshqa g'arb ellardagi Uyg'urlarga so'zayotgan qor qo'lini cheklash va Uyg'urlarga tahdid silishiga xotim berish, Xitoyga texim ko'p jazo tadbirlari qo'llanish, shu qatorda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy emkini ijro qilishga chetishlik turum boshliqlar qatorliq texim ko'p Xitoy amaldorlarini jazolash degandek talablarni o'ttirib qo'ygan. Amerika Xitoy munosabatidagi taraqqiyotlarda ko'rilayotgan o'zgarishlar tufaylidan Aqsaroyning Amerika tavasidagi Uyg'urlar bilan bu xil shaklda yuztarani suhbatlashib baxmaganligiga uzun bo'lganligi ma'lum. Bu qatimqi suhbat dastlabda sirtqa oshkorlanmaslik sharti bilan o'rinlashtirilgan bo'lib, keyincha bu vaqtdagi ba'zi tafsilotlarni xabar qilish bo'lganligi uqtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Davlat Xavfsizlik Kengashi Amerika prezidentining xavfsizlik, harbiy va tashqi ishlar masalalari bo'yicha qaror ilishidagi birinchi manba bo'lib, Aqsaroyning eng muhim funksiyalik tarmoqlaridan biri hisoblanadi ekan. Yaponiya iqtisod xabarlarining 19 dekabrdagi xabarda aytilishicha, navbatda Xitoy iqtisodi duch kelayotgan eng chong zarbalarning biri G'arb dunyosining Xitoydan mal zakaz qilish miqdorining ozayib ketishiga masalda o'tirg'i chiqmoqda ekan. Bo'libmi Xitoydagi har qaysi to'p tarqatish markazlari uchun eng chong savdo fursati bo'layotgan Rojdestvo bayrami harbisidagi oylarda ko'riladigan mal to'xtami to'lqinning bayram kelmasdilla pastga tushib bo'lganligi buning eng jonliq dalili bo'lib qolgan. Xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati tojsimon virus sababidan ijro qilinishga boshlagan qattiq kontrollik choralarini bo'shatgan. Bo'libmi 2023 yilning boshlaridan tartibla chegara kontrolligini zo'r darajada bekor qilgan bo'lsa-mu, ammo G'arb dunyosidagi savdo sohasining Xitoy tavasidagi zavodlarga mal zakaz qilish miqdori barg'ansir tuvallab mangan. Bu hol Rojdestvo bayrami va Yangi yil bayrami uchun mal zakaz qilishda eng gavdlik aks etgan. Xitoyning mushkildagi G'arb dunyosiga mal eksport qilish miqdori o'tgan 11 oyda 5% dan ortiq tuvalligan bo'lsa, umumiy import summasi 6% tushib ketgan. Bo'libmi Amerika bozorini nishon qilgan eksport miqdori eng zo'r darajada tuvalligan bo'lib, noyabrning oxirida bu son 14% ga yaqinlab qolgan. Mutaxassislar bo'lsa, bu sonlarning taxim zo'rayib minish ehtimolligining cho'ng ekanligini ta'kidlagan. Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosi bilan Xitoy o'rtasidagi surkilishning kuchayishiga ergishib, Uyg'ur majburiy emgakka barg'ansir jiddiy temalardan bo'lib qolgan. Shuningdek, buning chetildigan doirasining bekmi keng ekanligi bilinishga boshlagan edi. Bu sohaga munosabat bir qator qonunlarning vujudga kelishi va Xitoy tovarlariga bo'lgan cheklamalarning o'ttirg'i chiqishi Xitoy mollarining Amerika bozoriga eksport qilinishiga muayyan darajada ta'sir ko'rsatib kelayotganligi ma'lum. Xitoycha Xinjiang gazetining 18 dekabr kuni chiqargan xabarga qaraganda, 2023 yilda Xitoyning yangi va yuqori texnikali korxonalarining Sharq Turkistonni baza qilish sur'ati mo'ljaldagidan tez bo'lgan. Yani bu yil Sharq Turkiston kirgan yuqori texnikali Xitoy korxonalari soni 1900 dan eshib ketgan. Xabardan ma'lum bo'lishicha, bu korxonalarning bir yil ichida bunday tez ko'payib ketishiga sabab hukumatning ularga alohida va ko'p xil e'tibor siyosatidan yo'l qo'yganligidan ekan. Ya'ni Xitoy doiralari Sharq Turkistonda taraqqiy qilmoqchi bo'lgan bu Xitoy shirkatlariga mablag', yer zamin, boj, erkin savdo rayoni, to'shish, setish qatorliq taraflardan bir yurish e'tibor siyosati yo'l qo'ygan. Bu bir yurish e'tibor siyosatidan boshqa yana atalmış Uyg'ur abnumrayliq fan texnik nazorati yuqori texnikali korxonalar uchun yangilik yaratishga ilhom berish, patent huquqini qo'g'dash, tadqiqot turiga mablag' hal qilish qatorliq jihatlardan mulozimat qilgan. Xitoy o'lkalaridan ko'plab mutaxassis va xodimlar taklif qilingan. Kurslarga qatnashganlar 3403 odam qaytimiga yetgan. Sharq Turkistonga ko'plab kirgan yuqori texnikali Xitoy korxonalari asosan davlat egiligidagi korxonalar yoki Bingtuan bilan hamkorlashgan korxonalar bo'lib, vatanimizning Xitoydagi strategik o'rin afzalligidan foydalanganligi hamda Xitoy doiralarining 8 chong kasb gavdasi qurish planiga egishganligi ma'lum. Halbuki Adrian Sensko o'xshash tadqiqotchilar Xitoy korxonalari qancha ko'p qurilsa, Uyg'ur majburiy emkining shuncha ko'p kengaydiganligi va eg'irlashdiganligini o'ttirib qo'yib kelmoqda. Avstraliya radio şirketi ABC'nin 19 dekabrdagi xabarda aytilishicha, Avstraliya fuqaroligidagi Xitoy savdogar Sunny Dong oldingi kuni Melbourne shaharlik sudda Xitoy kompartiyasiga vakolatan Avstraliya siyosiy sohasiga ta'sir ko'rsatish ko'rinish jinoyati bilan ayblangan.
Xabarda aytilishicha, Sunny Dong navbatda Avstraliyadagi Xitoy jamoat orasida eng zo'r ta'sirga ega boy savdogarlarning biri bo'lib, u yillardan buyon Avstraliya siyosiy sohasiga, jumladan sobiq ko'chmanlar ishlari ministri va ma'rif ministri vazifalarini o'tagan Alan Tajapanniga nuqtaliq siyosiy ta'sir ko'rsatishga urinib kelgan. 2020 yili iyunda Tajsimon virus tufaylidan Melbourne shahrida qamal tadbiri ijro qilinganda, u Xanjamat Melbourne doktorxonasiga $37,000 dan ko'proq pul iyon qilgan hamda Alan Tej bilan birlikda iyon qilish murosimiga qatnashgan. Sud xodimlari Sunny Dongning Astirtin Xitoy istixborot xodimlari bilan qo'yiq aloqada bo'lib kelayotganligi haqidagi dalil isbotlarni qo'lga tushirgan. Shuningdek, uning Alan Tajga yaqinlashishidagi eng muhim maqsadning uni kelgusida Avstraliyaning bosh ministri bo'lib saylanishi mumkin degan faraz asosidagi oldin ola ta'sir ko'rsatish urinishi ekanligini o'ttirib qo'ygan. Ammo 2020 yilning oxiri Alan Tajning katibi bilan bo'lgan munosabat fosh bo'lib qilib, ministrlikdan istifa bergan. Xabarda aytilishicha, Sunny Dong sotda o'zining Xitoy hukumati bilan aloqasi borligini qat'iy tan olmagan. Sud xodimlaridan Patrick Doll bu vaqt muxbirlarga so'z qilib, javobgarning qilmishi qandoqdir James Bondning josuslik filmlaridagi shaxslarga o'xshamaydi. Aksicha u siyosiy ta'sir ko'rsatishni nishon qilgan degan. Navbatda uning 10 yillik qamoqqa hukm qilinish ehtimolligi borligi har qaysi axborot vositalaridan keng yer olgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xo'sh.